أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan Azhar universitetiniki birinchi Tulg'otirniki birinchi yilliginiki tavhidga aloqador Sharh Javhari Tavhid degan bu kitoblarning o'zini to'tgandiq. Birinchi yilliknikini Taysiru Sharh Javhari Tavhid degan kitobini. Yani şunga ulaplamla bunun ikinci kısmını davamlaştırdık ve davamlaştırmamız inşallah Allah'ın muvafıklığı bilen tevende dersimizi başlayıp etimiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime. Kitaptan mukaddimesi bu. Barlık güzel mahtaş, bütün alemden Rabbi olan Allah hastur. Bu elhamdülillah has doğru deyişimizde elhamdu hasun vacibun mustahikkun sabitun mustamirrun hasilun kainun degandek neymi olsun müşahedeki lillah degen bu car ve mecrurun mutallık ismi. Rab degan gapning o'zi Rab degan nimasi i'taul xayr lil g'ayr. Rab deganlik i'taul xayr lil g'ayr. Bir yaxshi bir narsani boshqasiga berish. Qandoq bir masalan murabbiya at-tifl desakmi shundoq bir kichik bolani tarbiyalovchi desakmi bu tarbiyalovchi bo'lgan ona yoki ananın o'rnidagi murdiya olsun. Mesela onun özü zade özü yemigenini yep, içmegenini içtirip qancha zade erip charchab ketsimi barliq yaxshilikni foydani shu kichik bolaga beradigan gap, bag'ishlaydigan gap. Demak, o'zining butun hayotini bag'ishlaydigan gap. Bunun o'zi mesela murabbiya mesela Anıllarning o'zini murabbiya, Rab degan kelimadan kelgan bu mu? Robbil alamin. Rab deganning o'zi shu demak. Rab degan kelimaning o'zi asli i'taul xayr lil g'ayr. Bir yaxshilikni boshqalarga sunish, berish degandek. Alamin, alam deganlikni o'zi ham bu butun nima bu bizning Uyg'urchada 18 ming olam deb qo'ydi, ammo bu 18 ming deb bu 18 bog'lab olish bu balkim kasratdan iborat. Bu bir majozen. Ama bu 18 bilan cheklanib qolmaydi, 18 ming bilan cheklanmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo deganda Qur'oni Karimda va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha deb. Alloh subhanahu va taoloning bu yer shardagi bor ne'matlarini, barliq ne'matlarini sanazmoqchi bo'lsangiz, uni hargizimcha son sifirlarini ep bulamaysiz, sanab bulamaysiz deb. Mayli sanaqmi yetishmaydi, mayli qancha bir kompyuter bir narsa sanalamanizmi, ep bulamaydi. Şunun için bu alem deganligimiz bu bizcha Uyg'ur jamiyatimizga 18 ming olam deb qo'yamiz, ammo bu 18 ming deyish kasratdan iborat. Bu uningda nechasi jiq. Bu oyatning ro'yiga binoan bu sonsiz bu olam deganligimiz. Ma sivallohning o'zi hammasi nima al olam. Demak, barliq maqtash Alloh taolo uchun. Alloh o'zi butun olamning Robbi. Bu yerda hamd elhamd de nahmadulloh demedi onu desak bo'ladi ama bu gapda bak cho'nqirib ketmaymiz. Vassalatu vassalamu ala rasuli robbil alamin. Dua durud rahmat ve salam naz bo'lsin bu bütün alemden Rabbinin el soğan Efendimiz, rahberimiz, yolbaşımız ve bizim ülgümüz olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve bu kişinin aile geçmişleri ve bu kişinin ki dost yararları ve bu kişiye ta kıyamet kadar ergeçken tabi illah ve onun ki barlık kişilerin özüge
Allah'ın rahmeti ve selamı hemsi olsun. Bu şundaq hem sana yollap etip boğan ekan. Hem de Allah'ım etip boğan ekan. Ve Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam duadır yollap boğan keyin bu olsa bu Teysir Şerhil Beycuri ala Cevherit Tevhid degan kitaptın boğan ikkinchi partisi. Bu ne? To'lg'otirninki 2 yillik o'quv usullari uchuncha muqarrar qilingan parcha bu. Shunga bekitilgan. Shular o'qish lozim deb bekitilgan. Shuning uchun o'rinlashtirilgan ikkinchi partisi bu. U bo'lsa, yana birinchi partisiniki davomi. Ki bu bo'lsa bu partisi tavhid ilmining prinsiplarini o'quvchilarga sungan. Şu birinchi partisining buniki davomi. Va nimani tavhid ilmi, masalan, taklif, mukallaf, hukmul aqilining qismlaridan iborat. Mushlarni sungandi. Taqlid, nadar, va nadarninki masalan ish, manahij, masaliklari, iymon, islom, Allohga, ilohga oid sifatlardan iborat. Bu avval partisi mushuni o'quvchilarga sungandi. Bu biz hozir o'qimoqchi bo'lganimiz shu birinchi juz'iyninki birinchi qismninki davomi deydi. Bu ikkinchi bu juz bo'lsa o'quvchini qanday qiladi degan bir xil imkoniyat yaratib berdi. Nimaga desa, bandalarninki qilmishlarga aloqador bo'lgan mavzuni dars qilishga bir xil imkoniyat, uning zehniy va fikriy jihaticha yetildirib, uningki fikrini taraqqiy qildirib, mushun bir dars qilgudek bir imkoniyat yaratib berdi. Va tavfiq, huzlan, va'd, va'id, salah, aslah, qado, qadar, ru'yatulloh, insonlarninki payg'ambar bo'lgan ehtiyoji, vahiy bo'lgan ehtiyoji, onun turlari, payg'ambarlar, vojib, mustahil, joizdan iborat u payg'ambarlar haqida. Va mo'jiza va payg'ambarlarning mo'jizotlari, avliyolarning karomatlari va bizningki sahobalar haqidagi ko'zqarash, e'tiqodlarimiz mushundan iborat. Mushu nimaga mavzularni dars qilish uchun o'quvchilarga imkoniyat yaratib berdi bu ikkinchi qismi deydi. Bu kitob bu mavzularni o'quvchilarning zehni fikriga oson qilish va yaqinlashtirishni nishon qildi. Nihoyatda oddiy uslublar bilanki reallikqa, amaliyotga uyg'un keladigan oddiy uslublar bilancho nima qilishga, uni osonlashtirib, yaqin qilishni maqsad qildi va shuni nishon qildi. Nemishqa deganda, bu qiziqqanlikni jahdidan, shunga rag'bat qilishni jahdidan bir avlodlarni yetildirish haqida iymon bilan qurollangan islom aqidasi bilan iymon va islom aqidasi bilan qurollangan bir turkum avlodlarni yetildirib tayyor qilishga qiziqqanlikni jahdidan u fikr qilishga va bir narsani ham ibtikor qilishga va naqd qilishga bir imkoniyati bor. Uning qodir bo'laoladigan mushundoq bir avlodlarni yetildirib tayyor qilishga rag'bat qilishning jahdidan bundoq oddiy uslublar bilan qanday qiladi, qulay, amaliyotga uyg'un, mos uslublar bilan o'quvchilarning zehni uchun bu mavzuni yaqin qiladi va oson qilishni nima qiladi, nishon qildi bu kitob deydi. Va nimaga desa, hozir mushu kunimizda yuz berayotgan nurg'un tahaddiyotlar va nurg'un masalan to'solg'u, nurg'un putlikashang, mushularga munosib chiqish yo'li bilan qarshi turishga qodir bo'laoladigan bir turkum avlodlarni iymon va islom aqidasidan yetildirib tayyor qilishni maqsad qilgan jahdidan
bu kitap mush mavzuni çok mundaq o'qishlarni zehniga oddiy uslublar bilan qulay iboratlar bilan yaqinlashtirishni va osonlashtirishni maqsad qiladi deydi. Ham bu kitapning mavzulari bu kitapning mavzulari o'quvchilar uchun sinfning ichida haqiqiy faol turda bir harakatchan bo'lish uchun mushundaq o'quvchilarning nihoyatda tirishchan bo'lishga qiladigan o'quvchilar uchun bir mushni yaratib beradigan, mushni beradigan darajada, mush shaklda uning mavzui nihoyatda qanday qilindi, uning siyq qilindi. Uning kitobning mavzusi nihoyatda mushundaq shaklda, mush yo'llar bilan siyq qilindiki, yezib, masalan, shakllantirildi. Ee, Şirkleşken halda o'quvchi, u shiriklashish uchun o'quvchi nima dersa, dars ba'zi tirishchanlik faoliyatlarda, dars faoliyatlarida va u darsning mayli maqol xarakterlik olsun, mayli o mavzu xarakterlik olsun, har xil praktika jarayonida o'quvchilar shunday faol turda shiriklasha olsin uchun o'quvchilarga mush imkoniyatni yaratib bergan darajadagi yo'llar bilan uning mavzularicha shundoq yezilib tayyor qilindi deydi. Bu hammasi nima desa, hammasi yuqori darajalik fikr qila oladigan, o'quvchilarning mahoratini o'stirishni, taraqqiy qilishni maqsad qilgan jahtidan. Masalan, Mesela bir ilmi bir narsani xolos chiqara oladigan, istintaj degan bir narsani xolos chiqara oladigan, onadan natija hosil qilishga qudrat yetgan o'xshash. Va binasincha uni mulaxas qila oladigan va bir narsani muqorana qilib, buning bilan uning orasini solishtirma qila oladigan va muvozanat qila oladigan, ikki tarafning orasini tangpunglashtirib oladigan va buningdan boshqa mushunga o'xshash qudratga, mushunga o'xshash yuqori darajali fikr qilish mahoratini o'stirish niyatida mushundaq nima qilindi deganda, bu kitobning mavzuyini mush shaklda yezib, siyqilni tayyor qilindi deydi. Bu kitobni tayyor qilgan bu xil hay'at, lajna bu kitobni bir necha xil nimalar bilan asoslarda uni tayyor qilish jarayonida bir necha xil asoslar bilan bu kitob chiqarish jarayonida ko'ngil bo'ldi. Nima? Bu xil lajna, bu hay'at bu kitoblarning o'zini bir necha xil asoslarda chiqarish jarayonida uni tayyor qilishda bir necha xil asosga ustun tutdi. Biz onu tevendikidek icmali bir katı dep ötemiz. Nujmiluha pimayeli. Tevendikiş biz onu icmali dep ötemiz. Birinci nime dese kitapninki umum nişanını bektiş. Bu eskoşudda. Bu nime aş nişan, aş ahdap. Nimege dese bir ko'z qarash masalasini ro'shanlashtirishda uni alayda tuhfa qo'shadigan mushundoq nishonlarni bekitish. Nima haqida desa, u ko'z qarash masalan o'quvchilar eningga hojat muhtoj bo'lgan, o'quvchilar kerak bo'ladigan muhtaviyatlarning turiga aloqador bo'lgan ko'z qarashlarni ro'shanlashtirishda va o'quvchining ta'limiy tajribalarini bir qator sinab baqirgan, shuning ixtiboriga aloqador bo'lgan narsa haqidagi ko'z qarashni ro'shanlashtirishda uningga alayda tuhfa qo'shadigan masalan. Tuhfa qo'shadi. Masalan, nurg'un ma'rif, mahorat va o'xshashmagan fikr qilishdan iborat. İkinci asas, o nimeti etse o ikinci asas, Ömer'i
marhalaga bo'lgan ko'ngil bo'lish ki o'tidi uningdan o'qishi o'tidi. Ömeri marhala. Ha, buni trende bayon qilamiz. İnşallah trende yo'q. Bundan keyin keladi marhalatlar ömeriye degan. Bu bir bosqichga talab qiladi bu. Ee, mujarradatlarni tushunishni oddiy uslublar bilan mujarradatlarni tushunishni ya'ni uningdan halqa havamish idoh ortiqcha misol u buni undan xoli bundaq mujarrad bo'lgan narsani oddiy uslublar bilan tushunishni shuni maqsad qiladigan bosqich bu marhalat umariya degan. Üçüncü xil asosli nima desa, bu kitobda ishlatilgan tilga nihoyat ko'ngil bo'lish. Bu kitobninki kelime siyg'illarga shundoq bir ko'ngil bo'lib rioya qilindiki, yana ki bu siyogat haqida, bu kitobning siyg'ilari haqida shundoq ko'ngil bo'ldi. Ko'ngil bo'ldi siyogat jarayonida bu kitobning iboratlaridan nihoyat biroz maxfiy bo'lib qolgan narsalarni osonlashtirishni osonlashtirish uchun rioya qilindi, ko'ngil bo'lindi. Ee, oddiy bir cümleni tanlash aralığıdan. Ma cümlem buludu, lekin ma'ni qilsak bo'lsa oddiyroq. Bu o'quvchilarning zehniga eng udul va qulay shaklda yetib boradigan o'xshash oddiy bir cümleni tanlash aralığıdan va oddiy nimacha va hamsizliklarni tanlash aralığıdan. Bu olsa o'quvchilarga ne bo'ladi desa o'quvchilar uningdan foydalanib ashnaqa yetish jarayonida oddiy jumla va oddiy hamsizliklarni tanlash orlig'idan kitobning iboratlaridan maxfiy bo'lib qolgan narsalarning o'zidagi maxfiy bo'lib qolgan narsalarning o'zini osonlashtirish shuningga ko'ngil bo'lindi, rioya qilindi. Uchinchi asos bu tavhid ilmiga aloqasi bo'lmagan narsani uzoq qilish. Nurg'un tafriat, şahmaklar, bu bazı nimeler, havamişler, bazı şerri şurular, onu da biraz uzak kılındı deydim. O tafriatlar nimeti dese başka ilimga bu tafriatlardan mesela tevhid ilmiga alakası olmayan tafriatlardan ibaret tevhid ilmiga alakası olmayan nasıl uzak kılış. O tafriat o başka ilimlerge yakın kılgan nersiydi o. Peki, olumluğa ve onun başka ilimlerge okşaş. Bu nersin biraz jirak kılış. Bu asası mümkün değil. Bu asas suda tuğdu bu. Lejne. Beşinci asas nime dese o'quvchilarga mushu matbuoni, mushtabani, mushu basmaning o'zini o'quvchilar tayyor qilingan va ularga munosib kelmaydigan ba'zi manzumat beytlarni uzoq qilish. Shoir anna debdi, ma nozim munna debdi degan o'xshash unga o'quvchilarning zehni ko'tarolmaydigan, kallasini xalallik paydo qilib qo'ydigan zehnida. Bunga o'xshash uyg'un kelmaydigan, munosib bo'lmaydigan manzumat va beytlarning o'zini uzoqlashtirish. Buni usulda bu nima? Bu asas değil. Bu lejne muş asas tutuyor. Altıncı asas nime dese her bahs qilish o'rniga va boshqa unvonlargacha her unvonni, her mavzuni qo'shib qo'yish, her bir mabhas, her bir bahs qilish o'rni va boshqa unvonlarga qanday qilish, qo'shib qo'yish bir nimani desa bir shaxchini bir unvonni qo'shib qo'yish har mabhasga va boshqa anavin unvonlarga bir far'ini qo'shib qo'yish va far'iyatan va idofatu degan masdarning maf'ulun bisimida bir far'ini qo'shib qo'yishki tu'inu yordam qiladi. Bu nima uchun qo'shib qo'yilgani? Yordam qiladi bu far'iyya ilmiy moddalarni tushunishga yordam qiladigan bir far'iyya, bir shaxcha bir bahsni, mabhasni yoki shaxcha bir nimani
unvanını qo'shib qo'yish deydi. Va qo'shida shu far'iyya o'quvchilarning tajribalarini mo'l qilishda, boy qilishda, yani boy demak, isro. O'quvchilarning tajribalarini mo'l qilishda qo'shilgan mushuna far'iyani qo'shib qo'yish bu asos qilindi deydi. Va ularning shu o'rganish jarayonidagi rag'batini, qiziqishni oshirishni, oshirishga qo'shadigan mana far'iyni qo'shib qo'yishga nima qilindi, asos qilindi, qo'shib qo'yishni asos qildi deydi. Bu yana bu asos nimaga desa baho berishga, baholashga ko'ngil bo'lish. Yani her dersga egiş degan ma'no bilan yani bir necha xil o'xshamagan mayli maqol xarakterlik bo'lsin, mayli mavzu xarakterlik bo'lsin, o'xshashmagan sinoqlar orqali har darsga erishuvchilarga alohida qilish, ularga baholashga, bağlap ko'ngil bo'lish. Masalan, onun şənindən bağlı niməsə oxuşlar erişkən nəsini qiyas qilish, ma'arif, ma'lumatdan ibaret məsələn. Və yine və nim qılıdı və işleydi yine. Başka faaliyetli malumatlarning o'quvchilarning qarashdagi o'quvchilarning zendagi ma'lumotlarga erishishniki faol turdagi nimasiga faoliyatiningki ortiq bo'lishiga nima qiladigan masalan ashunga amal qiladigan bu nima ko'ngil bo'lish. Bu asosiyat bu xil nimaga ko'ngil bo'ldi deydi. 7-sinfda ko'ngil bo'lish. Shu e'tiborgina bilanki cho'qim bu xil baholash. U baholash uchun o'quvchilar haqida alohida bir rol bor deb qarab turib, bu nima qilish o'quvchilar bo'lgan ma'lumotninki, ularninki ma'lumotiga erishtirishninki faoliyatning ziyoda eshishigacha bunaqa harakat qilish, mushunga ishlash, mushunga ko'ngil bo'lish bo'ldi. 8-chi u asos nima desa Havamish uning kitobning cho'rilari va u Havamish o'z chiqargan sharh shurulardan jiroq bo'lish. Shu xil 8 xil asoslar bilan bu kitoblarni bu xil lajna, bu xil hay'at bu kitoblarni chiqarish ustida shuni tudi va bu xil lajna va bu jamiyat shunga ko'ngil bo'ldi deydi. Oxirida Alloh Aliyul Qadirdan bizning barliq ish-ishimizni o'zining esil yüz xatirasi, o'zining jahdidan xolis qilib bilishni so'raymiz. Va uningdan o'quvchilar foydalanib qilishni so'raymiz. Chunki cho'qim bu zot bo'lsa, eng yaxshi tilak, istak, orzuni ijobat qiluvchidir deydi. Xo'sh, darsimiz mushada oxirlashida davomi tavanda inshaalloh. Bu Tulg'ut turining 2-yillik sinfidagi darsning nishonlari. Kutiludi mushu o'rinlashtirish darsidan keyin, mushu muqarrar darsdan keyin tavanki bir necha xil ishlarninki mushu tavanda 14 xil mavzular bor ekan, talab bor ekan. Tavanki mushu 14 xil talabning vujudga chiqishi
o'quvchilardan. Birinchi, bendilerninki pillerini türge sınıfqa ayırış bu kütülüdü. Röşelleştirilen halda yoki röşelleştirilgen halda her kısımni ikkinchi ulamolarning ko'zqarashlari va ulamolarning shu sabablarning musabbab bo'lgan aloqasi haqidagi delillari mushni ro'shanlashtirish buni kutiladi. Tavfiq, huzlan, huda, dalal deganning ma'nisi tunush bilish buni kutiladi. Tavfiq masalan bir narsaning Alloh subhanahu va taolo tarafidan qulay shaklda bir udulash. Allah onu asıllık yaratıp verip bunu uçkaştırıp udullap koyuş, doğrulap veriş. Hızlan yoki hızlan, onundan mümkün etiş, onundan uzaklaşış, onundan mesela kol tatış, onundan baş tatış, onun şuna öz nimsi kuyu etiş degendek. O da hidayet. Emilen malum. Dalal o hudanın aksi, gumrahlık. Vaad ve vaid bilan saadat shaqovat bilan bo'lgan maqsadlar ro'shanlashtirish buni ham kutiladi va uningga bog'lantis bo'lgan hukmlarni iborat ashunga bog'lantis bo'lgan aloqasi bo'lgan narsaning o'zini ro'shanlashtirish kutiladi. Salah aslah haqida deki ulamolarning ko'z qarashiga bayon qilishni ulamolarning ko'z qarashining bayan qilish buni kutiladi. Ro'shanlashtirgan holda har bir ko'z qarashning dalillarini ulamolarningki qado va qadar degan shu ma'no haqidagi ko'z qarashni tilga olish ham kutiladi. Ya'ni tilga olinadi. Ro'shanlashtirgan holda qachon o qado va qadar bilan dalil keltirish, hujjat keltirish qachon durust bo'ladi degan Muşu mazmunni ro'shanlashtirgan holdagi ulamolarning ko'z qarashlari bayon qiladi. Ulamolarningki Alloh subhanahu taoloni dunyoda va oxiratda ko'rish degan mavzudagi ko'z qarash bilan munoqish qilindi. Ro'shanlashtirgan holda har bir ko'z qarashning dalil fikr, dalil hujjatini insonning risolat samaviyaga yuqoridan tushirilgan osmon xarakterlik yani elçilerge Allah'ın elçileri olan insanların ihtiyacı degan muşu mazmunu bunu bir qata xulosalandi. Yustanteju. Bu qanday gap? Va baktilina lug'at va istilohdagi tildagi va urf odatdagi vahiyning ma'nosi nima? Buni bakladi. Uning turini bayon qildi. Va u nimaninki vahiyninki yuz berishning imkoniyatiga bo'lgan imkoniyatiga dalil talab qildi va uning u vahiyning shu amaliyotda yuz berishiga bo'lgan yuz berishiga dalil talab qildi vahiyning ma'nosini bektiladi. Payg'ambarlar, nabiylar, rasulning orasida farq etiladi. Ro'shanlashtirgan holda u ikkisiga hukmlardan iborat aloqasi bo'lgan narsani ro'shanlashtirgan holda. Bu rasul haqida nima durust, o'zran nima vojib, nima durust va nima muhal bo'ladi. Buni ro'shanlashtirish talab qilinadi. Ro'shanlashtirgan holda, oydinlashtirgan holda o payg'ambar alayhimussalatu vassalamning hammasininki adamul ismat ular ma'sum. Ammo ularning cho billah ma'sum emas degan qo'shish hukmni vahm qilib qo'ydigan, vahm tashlab qo'ydigan narsalarni ro'shanlashtirgan holda bular haqida nima durust, nima vojib, nima muhol mush narsa ro'shanlashtirish talab qilindi deydi. Va shu narsalarni to'g'ri yo'nalishda, to'g'ri ravishda
tushunishninki qandaq ekanligini ham qandaq qilindi, buni bir qator tushunch berish talab qilinadi deydi. Xo'sh.